Assalomu alaykum quyosh ko'zlari. Mana Farg'onada yurishimiz davom etadi. Oltiariqqa kelganmiz. Oltiariqqa bitta fermani qisqacha obzorni ko'rsatdik, ko'rdinglar. Endi yana Oltiariqqa mana shu brend bilan mashhur bo'lgan, o'sha ko'rasizlar, quyonchilar taniydi, biladi. Ikki krolik deb mana shu Krolik enzibi ferma. Enzibi fermasi mana. Ikki krolik fermamiz. Enzibilar quyonlar mana ko'rishinglar mumkin. Rahmatulloh akamiz fermasiga keldik, mana o'zlarini ham ko'rsatib tanishtirib qo'ying. Hurmatli quyosh ko'zlari. Farg'onadan bilgan akamiz. Andijondan mehmon bo'lishib, xonadonimizga xush kelishibdi. Mana quyonlarimiz ko'rishinglar mumkin. Quyonlarni ko'rib ketaylik deb keldik-da, aka, mana sizdan 2 oydan beri enzibi bolalardan qilib berasiz deb so'raymanlikingizda, endi mo'l paytda borib olaman deb emas, xalqdan tushganda borib olaman degandik. Shu niyatda kelgandik. Ming afsuslar bo'lsin deydimi? Quyon yo'q, bolalari yo'q. Sotib bo'pti bolalarni. Sotib bo'pti, tugadi quyon deydi. Hozir ikkita fermaga kelib 15 ta 20 ta quyonlarni oldik. Navbat enzibi fermasiga desa, quyon qolmadi sotuvda deydi-da. Ko'ringlar akalar, enzibida liniyaga qilib ishlatayotgan erkak quyonlari mana. Sameslar. 2019-2020 yilda ko'rgan enzibi, vaqti bomba ko'rgansizlar. Yevropa davlatlaridan kelgan enzibilarni. Shuni qonlaridan mana asl zotlaridan saqlanib qolgan, O'zbekistonda yagona bo'lgan enzibi fermamiz. Rahmatulloh aka, endi bularda bir ma'lumotlarni bir ayting. Kuzatib turgan aka-ukalarimiz bir xatdan kelgan qaysi liniya? Mana chekkadalaring A512 o'zimizning liniya. Bu ham Ru 76 dan chiqqan nemis liniya. Bu asl Ru 76 o'sha Gaforovskiy akadan kelgan quyonni oxirgi liniya bolalari, oxirgi partiya. Bu yangi liniya. Buni mana olib kelgizdirdik, buni ham. Xudo xolasa nemis liniya, bu ham. Xudo xolasa Yangi qon ekan shu ham. Yangi qon. Bu Tojikistondan kelgan o'sha mashhur koshko bo'ladi. Butun O'zbekistonga shuni bolalardan tarqadi. Shu yaqin qisqa vaqt ichida mana enzibilarimiz. Mashalloh. Ko'ringlar shallalarini ham. Vaqti dahshat ekan. Hozir kuzatuvchilar Muhammad Solih akamizni fermasiga borganimizda aytdik. Kalif ko'rsatdik sizlarga. Enzibiga o'xshab ketgan kalif degandik. Enzibiga o'xshab ketgan degandik. Endi mana haqiqiy enzibilar mana. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Originallari. Sameslar shu tepa qator hammasi liniyaga ishlagan sameslari. Mana bu yerda yosh sameslar ham bor mana.